O'zbekiston haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Aholisi 37 million. 1991-yilda mustaqil bo'lgan. 95% aholisi islom dinini qabul qilgan. O'zbek nomi 11-12 asrlarda paydo bo'lgan. Maydoni 448.900 kvadrat kilometr. O'zbek tili 1995-yilda lotin alifbosiga o'tgan. O'zbekiston 12 ta viloyat va bitta avtonom respublikasidan iborat. Poytaxti Toshkent shahri. Undan oldin Samarqand bo'lgan. Birinchi prezidenti Islom Karimov. O'zbekistonning mustaqil bo'lishiga Islom Karimov sababchi bo'lgan. Men hech narsadan qo'rqmayman. Nima deganda, Hozirgi kunda davlatimizni Shavkat Mirziyoyev boshqaradi. O'zbekistondagi eng issiq shahar bu Termiz. Okeanlardan uzoqda joylashgan davlat. Orol dengizi bor va u ancha qurib qolgan. Orol dengizida kemalar qabristoni bor. Mamlakat hududining 3dan 2 qismi cho'llardan iborat. 20% qismini esa tog'lar egallagan. Bir yilda deyarli 300 kun quyoshli bo'ladi. Dunyodagi eng katta tilla koni bor. Oltin qazib olish bo'yicha dunyoda 4-o'rinda turadi. Davlat tili o'zbek tili, ikkinchi til esa ingliz tili, ammo ko'p hujjatlar haligacha rus tilida bo'ladi. O'zbekiston so'zi hamma o'z-o'ziga bek degan ma'noni bildiradi. O'zbeklar hatto tanimagan insonlar bilan ham salomlashishadi. Markaziy Osiyodagi eng qadimiy madrasa O'zbekistonda joylashgan. U Mir Arab madrasasi deb nomlanadi. O'zbekiston o'zining mehmondo'stligi bilan mashhur. Eng mashhur ichimligi choy. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha 5-o'rinda turadi. Milliy taomi palov. Palov 2016-yilda UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan va O'zbekistonda palovning 200 xil turi bor. Har bitta marosimda albatta palov bo'ladi. Buxoroda 2000 yildan ortiq vaqt davomida doimiy aholi yashagan. O'zbekistonda 7 tonna palov tayyorlashgan va bu Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. O'zbeklar uchun asl yangi yil 21-martda nishonlanadi. Bu sana kun va tunning bir bo'lishini bildiradi va Navro'z deb nomlanadi. Bu bayramda sumalak pishiriladi. O'zbekistonda 84% o'zbeklar yashaydi. Eng katta muammolardan biri suv tanqisligi. Avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 160 ming kilometr. O'rtacha oylik ish haqi $200-250. O'zbekiston milliy valyutasi bu o'zbek so'mi va u 1994-yilda muomalaga chiqazilgan. Eng katta O'zbek